Assalomu alaykum hurmatli Ishxon baraka uylar obunachilari. Bugun biz aynan Ishxon shahri O'zbekiston mahallasi Quruch ko'chasiga tashrif buyurdik. Betonka yoqasi, ya'ni propan gazni ro'parasida joylashgan umumiy sotig'i 6 sotixlik eski kottej deyiladi. Endi o'sha kottejlarga tashrif buyurdik. 2 qavatdan iborat bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. 91lik 528 27 71. Tramvay egasini o'ziga uyimizda mana katta kengash, men mana shu tepasiga mazza qilib yuboraman. Mana shu katta kengash o'sha eng sovet vaqtlarida legendarniy boyagi bo'lgan ayvon bo'lgan. Bismillah. Xonalarga kiraverishda ko'rib turganingizdek mana sanuzel degandagi mana sanuzel ham bor. Endi bitta boyagi qosh ko'zini bo'yab yuborsalaringiz albatta bu oshxona. Bu oshxona tashqariga chiqib ketadigan xot bor mana. Xohlasalaringiz yozgi kuxniya ham bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu bitta zal. Xohlasalaringiz devorni aboy qo'rsalaringiz o'zi yangi uy bo'ladi, chunki o'zi eski holatdagi remonti ham to'kilib qolmaganda ideal bo'lib turibdi. Hali yangidek turibdi. Bitta mana bu tegalarni qo'porib tashlab, bitta aboychasini berib yuborsalaringiz, mana bu ko'cha tomonga qaragan bitta yotoqxona. Xohlasalaringiz yotoqxona, xohlasalaringiz bolalar xonasi qilib tashangizlar. Mana bu yerda kladovkasi bor. Hozir narsalar qo'yilgan ekan. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimiz ham umumiy 4 ta xona joylashgan. Mana bu yerda bir kichikroqgina xona. Mana bu yerda ham misol uchun bolalarga xohlasangiz sklad qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki da bo'lmasa bolalarga bitta xona chaqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu joyimiz ham svetlarni yoqib qo'ying. Remonti zo'r. Baribir men 100% aytaman, remonti ideal holatda turibdi. Narx-navosini hozir oxirida aytaman. 2 qavatlik 6 sotixlik joyga bu narsa kamdan kam chiqadi. O'shaning uchun ertaroq uspet qilib olib qolish kerak. Ko'p panolarimizni chiqarishga uspet qilmayapmiz. Yo, bu yerda narsa, uyda egalarining narsalari turibdi. O'shaning uchun bu yerda ham общий katta xona bor, yotoqxona. Mana buni o'zi sizlarga ma'lumotni daskanalni berib o'tiribdi. Bitta mallaga bo'yab qo'ysangiz, o'zi yangi zamonaviydek turadi. Chunki hali o'zi mustahkam. Xohlasangiz ochilib ham ko'rsataman, tushib ketmayman. Ikkinchi qavatni, birinchi qavatni ko'rsatib o'tdik. Aytganimizda mana bu yerda letni kuxniyaga ham o'tib ketadigan yo'l bor. Mana bu yer xohlasangiz o'sha sklad qilib qo'ysangiz bo'ladi. Suvimiz keladi, yerimiz unumdor, gaz bor, eng muhimi, svet zo'r, dokumenti toza. Endi bu yerda narsalar ko'p ekanda, qulf ekan. Mana bu yerda bitta dushovoy kabinasi bor. Bu joyda endi avval ham o'zim bir kelib ko'rib ketganimda aytib tasavvur uyg'ontiraman. Ya'ni agar kimda kim oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bitta dushovoy kabina, ya'ni o'sha katta sanuzel, ya'ni hammom joylashgan, koridor. Koridordan mana bu yer mehmonxona. Mehmonxona ham eshiklari qulf baribir mebel jihozda turibdi. Mebellarni olib chiqib ketiladi. Bu yerda ham katta mehmonxona joylashgan. Xohlasalaringiz agar va mana bu yerda ham bitta xona bor. Bu o'sha o'rtada nimasi bor, bu yerda kirib chiqish xona, hojatxona. Endi umumiy fasadni ko'radiganda nimani aytsak bo'ladi? O'sha legendarniy kino, Shaytanat filmini juda sevib yoshlikda ko'rganlar, bilganlar bor. Mana shu atmosferani sog'inib, mana shu atmosferada baribir fayz boshqacha edi. Shunaqa uylar legendarniy bo'lgan deganlar uchun ayni muddao mana shu xonadonimiz hozir kecha kunduzda juda srochno sotiladigan variantda turibdi. O'sha $90,000 deyapti. O'tib beriladigan joyi bor. Agar naqd summa bilan kim keladigan bo'lsa, ancha skidka qilib beraman. Shodir Baxtiyorov ukajonim dedi. O'shaning uchun Ishxon barakali uylar nomidan chiqib, tezroq pachka pullarni ko'tarib, mana shu xonadonni egasiga, ya'ni sohibiga aylanish kerak. Sizlar bilan Shodir Baxtiyorov maxsus Ishxon barakali uylar jamoasi.